Faqat u joyni hech kimga aytmagin, tushundingmi? Ha, tushundim. Shu yermi? Ha, shu yer. Atrofda hech kim yo'qmi? Yo'q, hozircha hech kim yo'q. O'zi chekka joylar ekan, menimcha hech kim bo'lmasa kerak. Mana bu bino ham yopilib ketgan. Qalaysan, Mikko? Bu bola kim? Bu bola yangi ishchi. Ha, tushunarli. Isming nima? Reddi. Ha, yaxshi, mayli. Unday bo'lsa, boraveringlar, ko'p bezovta bo'lmanglar. Xo'p, mayli. Mikko, menimcha mayli ozgina pay bo'lib qoldi. Xo'p. Jam qoladi joylar. Boshliq joyida emas. Nimaga? Ish bilan ketgan. Tushunarli. Mana bu yangi bola kelgandi, shuni aytmoqchi edim. Hech kim yo'qmi? Yo'q. Mayli, shu so'z ham qabul qilamiz. Telefonda aytib qo'yaman. Yangi bolami? Shunaqa. Reddi tezroq. Tushunarli. Hozir boshliqqa aytolay. Okey. Salom, yangi ishchimisan? Men mayli. Yangi ishchiman, nimaga? Yaxshi, omadingni bersin, ammo o'zingni ehtiyot qilgin. Agar sotadigan bo'lsang, bilasan nima bo'lishini. Bunga aql o'rgatish shart emas, Max. O'zim bilaman. Hammasi joyidami? Assalomu alaykum, janob, yaxshimisiz? Ha, men zo'r, o'zingcha. Yangi bolami bu? Ha, yangi bola. Xullas, bunga o'zingiz o'rgatib tushuntirib yuborasiz. Men har doimgidek o'zim narsalarimni olib ketaman, mayli. Reddi, sog' bo'l. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xullas, sen? Reddi, o'zing ishingni bilib qilgin. Xo'p. Xullas, sen bu yerdan dorilarni olasan. Dorilarni borib belgilangan joylarga tarqatib qo'yib kelasan. Va tarqatganingdan so'ng telefoningga rasmga olib bizga tashlaysan, okey? Ha, tushunarli. Mana shularni olishim kerakmi? Ha, hozircha 5 ta ol. Seniki shuncha bo'ladi. Tushunarli, 5 ta. Menimcha bo'ldi. Mayli janob, bunday bo'lsa men ketdim ishga. Xo'p, mayli. Endi sekingina yo'lga tushaman. Xo'p, jumonim, ozgina nima bo'ladi, bug bo'lyapti. E'tibor bermaymiz. Xo'p, bu yo'lni ham yopib, men bo'lsa ketdim. Bolakay. Ha, ketyapsanmi ishga? Ha, ketyapman. Mayli, omadingni bersin. Rahmat. Bu yerdagilar juda ham nima desam bo'ladi, gap don ekan. Gapga ustami, xullas. Endi hozir qiladigan ishim belgilangan joylarga, atrofda hech kim yo'q, belgilangan joylarga mana bu dorilarni qo'yib chiqishim kerak. Va ogohlantiruv bu video bilan biz hech qanday narsaga targ'ib qilayotganimiz yo'q va hech nimani hech kimga o'rgatish niyatimiz ham yo'q. Bu shunchaki kontent. Xo'p, mayli. Videodan uzoqlashmagan holda mana shu yerga bitta qo'yishimiz kerak edi. Atrofda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilib, shunchaki o'zimizning ishimiz bilan band bo'lamiz. Qo'ydim va rasmga olaman. Mana bo'ldi. Va bu rasmni keyin ularga olib borib topshiraman yoki shunchaki Telegramdan tashlasam ham bo'ladi. Xo'p, birinchisini qo'ydim. Endi ikkinchisini qayerga qo'yishim kerak edi? Ikkinchisini adashmasam maktabga edi. Ha, maktabga. Xo'p. Assalomu alaykum janob qorovul. Va alaykum assalom, qalaysan? Yaxshi, tinchlikmi? Ha, o'zim shunchaki narsam qolib ketibdi. Maktabda. Xo'p, mayli. Keyingisi shu yergamidi? Yo'qki, bu yerda sezilib qolishi aniq, chunki bu yerda janob qorovul turibdi. Mana bu yerga qo'yaman. Shunchaki pana tomonga rasm ayni belgilangan joyga qo'yish shart emas, shu atrofga berkitib qo'yish kerak. Agar ayni belgilangan joyga qo'yadigan bo'lsam, ko'rinib qolishi aniq. Xo'p, keyingisi ham xuddi shu yerga, chunki maktabimizda ham bilasizlar anchagina bor. Nima desam bo'ladi? Xohlovchilar bor anchagina. Buni ham rasmga olamiz. Menimcha bu yerdagilarning hammasi bo'ldi, yetarli. Xo'p, 2 dona qoldi va bu 2 donani qayerga qo'yishim mumkin? Belgilangan joylar ozgina g'alatiroq ekan. Bu yerda janob qorovul ko'rinmayapti. Mayli, sog' bo'ling, men ketdim. Menimcha gapimni eshitmadi deb o'ylayman, chunki yoshi kattaroq inson. Xo'p, keyingisi mana bu yerga, bekatning orqasi. Hozircha bekatga hech kim kelmaydi, faqat maktab boshlansa keladi. Maktab esa ertaga boshlanadi, ertalab. Hozir uje kech bo'lyapti, ungacha olib ketib qoladi. Buni ham rasmga oldim, menimcha bo'ldi. Bitta qoldi.
va bu bittani o'zini joyi bor, ya'ni mana bu garajlarning ichi. Shu garajlarning ichiga boya tashlab ketsam bo'lardi. Men hozir shunchaki mana shu atrofga tarqatyapman xolos, chunki hali unaqa uzoqlarga qo'yishga nima desam bo'ladi, tajribam yo'q shuning uchun. Va o'zimizdan uzoq tomonlarni uncha yaxshi bilmayman. Xo'p, hammasini yaxshi, xo'p, mayli. Salom, men hammasini topshirib bo'ldim, ya'ni tashlab kelib bo'ldim. Xullas, tilim kelishmayapti uncha. Salom, men hammasini bajarib keldim. Xo'p. Salom janob, men hammasini bajardim. Endi nima qilishim kerak? Ha, yaxshi, bugunchaga shular bo'ladi. Endi esa rasmlarni bizga tashlab qo'ydi. Mana bu yerdan pulingni ol. Okey. Qancha olay? Hammasi. Nahotki hammasimi? Ha, hammasi. Mayli, rahmat. Rahmat. Ozgina ishlaganim uchun shuncha bo'lsa, ertaga agar yana ish bo'ladigan bo'lsa chaqirishingiz mumkin. Okey, mayli. Nomeringni bilaman. Ha, mayli, yaxshi. Juda ham ajoyib. Oylik oldingmi? $1 tashlab keldik, ya'ni. Mana $1 menimcha birinchi ish boshlaganim uchun va birinchi oy pulim bo'lgani uchun. Nima so'rayapsiz sizga hammi? Ha, menga ham qoidani bilmaysan shekilli. Ha, endi bilyapman. Menimcha tashqaridagi kishiga ham beraman. Salom, sizlarga hammi birinchi pulimdan? Ha, shunday. Okey, mana sizga va mana sizga. Mayli, sog' bo'linglar. Bu menimcha qoidasi $16. Oy, salom Mikko, sen kelib qolganmisan? Men ishimni davno bajarib bo'lganman. Senga ham berishim kerak adashmasam. Mana nima desam bo'ladi, pul ishladim. Hammaga $1 dan berib chiqdim. Bu shunaqa qoida. Birinchi pulni tarqatish kerak. Tushunarli, mana senga ham. Men o'zimga bir dona olib qoldim. Nimaga? Bu mumkinmi? O'zlaridan so'raganman. Lekin qanaqa qilib sotib oldingmi yoki? To'g'risini aytsam, ularga aytmasdan o'zimga bir dona olib qolyapman. Lekin bu xavfli. Mikko. Buni ahamiyati yo'q. Mayli, men senga mana bularni ilindim. Birinchi oyliging bo'lgani uchun, kamaymasligi uchun, babang uchun, xo'pmi? Ha, rahmat, mayli. Bunday bo'lsa dedim, men uyimga ketdim. Yana gaplashamiz, xo'p? Mayli, sog' bo'l. Hech kimga aytib qo'ymagin. Okey. Lekin bir narsa yoqmadiki, menga Mikko ularga aytmasdan yashirincha o'ziga olib qolyapti. Ish qilib oxirida tinch bo'lsin-da. Ha, mayli. Ana endi O'zbek katimga borib taksi kutaman. Yoki birontaga telefon qilib taksi chaqiraman. Menimcha avtobus bekatida avtobus kutmaganim yaxshiroq. Undan ko'ra taksi chaqiraman. Chunki menda endi pulim bor. Oldingidek avtobus kutib o'tirmayman. Mayli. Xo'p, yaxshi. Bobojon, men keldim. Xo'p, uyimga ham keldim va o'z xonamga kiraman. Birinchi pullarimni bu yoqqa solib qo'yaman. Buni bu yerga va buni bu yerga. Okey, yaxshi. Va balkim mayli, kerak emas hozircha. Salom bobojon, men keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam, keldingmi? Ha, keldim. O'zingiz g'alatimi? Ha, meni ozgina mazam yo'q. Turibman bobojon, men pul topib keldim. Qayerdan? Mayli, qo'yavering unisini, men ishlab topib keldim. Hozir sizlarga dorilaringizni olib kelaman. Siz hozir yotib turing, hozir men dorilarni olib kelaman. Bobomdan ancha mazasi yo'q. Tezroq shoshilishim kerak. Balkim shu kunlarda bobomdan ayrilib qolishimdan qo'rqyapman. Hech qilib unaqa bo'lmasin-da. Bobomdan boshqa hech kim yo'q o'zi. Qo'llarimni yuvib olayotgancha. Mayli, nimaga bu o'chmayapti? Bo'ldi. Yaxshi, do'konga chiqib, nima desam bo'ladi, narsa emas, ya'ni dorilarni olib kelishim kerak. Xo'p, yaxshi. Apteka ham ozgina uzoqroqda edi. Bu tomon deydi, mayli. Bu tomondagi uzoq yaqinroqga boraveray. Qimmat bo'lsa ham babam uchun mayli. Olib kelaman. Tak, oxiri keldim va dorilarni bir idishga solib berdi. Juda ham ko'pligidan ko'tarib yurmasligim uchun bir idishga solib berdi. Juda ham yaxshi. Xo'p, keldim. Bobojon, men keldim. Mana dorilaringiz bitta papkaga solib berdi. Dorilaringiz hammasi ichida. O'zingiz bilasiz, nomini men bilmayman, qaysi birini ichingiz, shuning uchun o'zingiz tayyorlab ichaverasiz. Javoningizda suv bor, bilasiz. Xo'p, mayli, men
ishlarim bor edi bobojon. Mayli. Xo'p. Domimiz ham ancha chekkada, hech kim sotib olmayapti. Arzon narx taklif qilyapti. Shaharning o'rtasidan uy olishim kerak. Lekin bu chekkadagi domni hech kim olmayapti. Muammolar ortidan muammolar. 15 yoshimga shuncha muammo. Menga qo'ng'iroq qilishyapti. Allo. Allo, radio tez ketibki. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Mayli, keyinroq tushuntiraman. Sen faqat tezroq kelgin bo'ldi, iltimos. Okey. Tinchlik bo'lsin, ish qilib.